Sal skromniyroq, arzonroq uy olaveramanda, sal arzonroq uy olaman, davolangani kelganman-ku. Keyin O'zbekistonda uyim ham yo'q, hech bolam yo'q. Men nabarot u pulni uyga ishlatardim, bir narsalarga ishlatardim. Endi koshonada kasal odamga yashash keragi yo'q shekilli menimcha. Shikarniy koshon uxlab turgani, Sabrini mushuk silab yotgani, bular peredachada xizmat qilishgan yangi yilda u videolar menda bor, parcha videolar. O'sha peredachaga atab videolar qilgani kelishganmi? Короче, Ozod opa hech kimga bildirmasdan klinikani to'lab qo'ydi, planlari buzilib ketdi. Rejissyorda, Baxtiyor rejissyorda planlari buzilib ketdi. Ozod opa ham молодец. Bu aeroportga chiqib ketishayotganda ham Nilufar opa juda ham qattiq izladi, menga telefon qildi. Nimaga trubkasini ko'tarmayapti? Men yo'l kiralariga pul berib yubormoqchiman, rasxotiga pul berib yubormoqchiman. Mana $3000 qo'limda turibdi deb rosa izlashdi, trubkasini umuman ko'tarishmadi. O bechora ertalab chiqib olib aeroportda kutib o'tirdi. Aeroportda kutib o'tirib, menga video vizov qilib, mana men aeroportda o'tiribman, trubkasini hech kim ko'tarmayapti deb aeroportda kutib o'tirib tutib oldi ularni kelganda. O'sha yerda qo'liga $3000 berdi. Keyin bu yoqqa kelganda больницani qayerdaligini so'radi. Men aytdim, shu yerga kelishib to'lab ketishibdi. Ularning plani buzilib qoldi. Shundaylarmi? Ну, endi men davolangani kelsam, sal skromniyroq, arzonroq uy olaveramanda, sal arzonroq uy olaman, davolangani kelganman-ku. Keyin O'zbekistonda uyim ham yo'q, hech bolam yo'q. Men nabarot u pulni uyga ishlatardim, bir narsalarga ishlatardim. Meni vazifam sizlarga ko'rsatish, yordam berish. Meni vazifam tugadi. Birovlar bilmayotgan bo'lsa, Alloh bilsa bo'ldi. Boshqalariga men bir narsani dokazat qilishga toqatim yo'q. Puli o'zini kartasiga to'plandi, o'zini kartasini berdim, bo'ldi. Men nimada bildim, kartasi blok bo'lib qoldi. Luiza Rasulova chiqib, Jasmin dedi, kartasi blok bo'lib qolgan, pullar qaytib kelyapti. Luiza Rasulova juda ham ko'p jon kuydirib aytdi, Jasmin dedi, blok bo'lib qopti kartasi, pul tashayapman dedi. Meni podpischiklarim ham tashayapti dedi. Yetib bormayapti pul. Shuni dedi, bir narsa qilib rishat qilib yuboring dedi. Men telefon qilyapman, sutkalab telefon qilyapman. Ko'tarmaydi-da hech kim. Qayta telefon qilyapman, ko'taringlar, pul kerakmi? O'zi sizlarga ko'taringlar. Yo'q, shu bo'yi kartani to'g'rilashmadi. 100 million marta aytdim, bir kun telefon qildim, hech kim ko'tarmadi. Bir kun yozdim, hech kim javob bermadi. Shu bilan karta ham to'g'rilanmadi. Keyin bir ikkita sportsmen bolalar chiqishdi menga, pul to'plab qo'yganmiz, shu pulni berib yubormoqchimiz dedi. Bir ikki marta aytdim, e'tibor bermadi, pul kerak emas ekan, bo'ldi. Lutchi boshqa ehsonlarga chiqarib yuboringlar dedim, bo'pti dedim. Rossiyaliklar rosa ko'p yozdi. Rossiya karta bo'lsa tashinglar, o'zbek kartaga o'tkiza olmayapsiz katta pulni, Rossiya karta tashinglar dedi. Men Sabrinaga telefon qilib, xohlasangiz men ishlatmaydigan karta bor, o'shani sizga berib ketishim onlaynini ham o'zingizga o'tkazib beraman, o'zingiz gaplashasiz deb kartasini tashib bermoqchi edim. Yo'q dedi, kerak emas bizga, o'zimizga tashaversin dedi. Bo'pti, mayli dedim. Endi ishonmadi-da menga. İstanbul'danmısınız? Ha, İstanbul'daman. Я сама... Ну, короче, meni vazifam yordam berish, operatsiya bo'lishini xohlagandim. Endi bizni vrachlarda qildirishmadi. Bizni vrachlarga bormaslik uchun больницаga qochib ketishib, u yoqqa qochib ketishib, telefonni ko'tarmasdan laqatron qilishib, bir narsa qilib qolishdi. Endi главное лишь бы bizni vrachlarga kelmaslik uchun bizga ishonmadi. Endi mayli. Men gapirdim, unaqa emas, siz noto'g'ri o'ylayapsiz, siz ham tushunishmadi. Endi o'zlar главное operatsiyadan o'tib oldi, arzon bo'ldi operatsiya, все хорошо. Все прекрасно. Meni vazifam pul to'plab berdim, ommaga olib chiqib berdim.
hammasi go'zallikda operatsiyalar o'tdi, oyoqlari rovna teng, bir-biriga teng, xudo xolisa endi yotib davolansa oyoqqa turib ketadi. Shu bo'ldi. Bu temani endi yopsak ham bo'laveradi. Qo'lida $40,000, 40,000 kartasida где-то 38 mingmi, 40 ming общий. Короче, men kartasida puli bor, 38 ming mana shu hammaga ko'rsatdi-yu. Kartasida puli bor, 38 pul to'plangan. Undan tashqari Ozod opa $3,000 qo'liga bergan, Munis opa nalishni qo'liga bergan. Общий qilindi, короче, hammasi. Qo'lida puli bor, так что переживать qilmanglar. $40,000, $45,000 puli bor qo'lida. Hammasi go'zallikda, hammasi joyida. Operatsiyalarni hammasini Ozod opa to'lab berdi. Biletlarini, hamma yo'g'ini, gostinsalarni mohina qilib berdi. Qolgani endi reabilitatsiya, yashash, ketish, uy-puy rasxodlariga. Shu hammasi joy-joyida, go'zallikda. Toshkentga qachon kelasiz? Toshkentga may oxirlarida naverdim. Bugun mana Luntikxonda kimliklari chiqdi, Guliniki ham chiqibdi, ertaga borib oladi. Endi hammamiz kimliklarimizni olsak, уже поездкаlarga ketamiz. Почему она так изменила? Наверное, их кто-то... Ну да, вокруг народа много, очень много, слишком много народа. Aba Turkiyada nima bo'ldi? Bilmayman, hech bola bo'lgani yo'q. Men qizimda nima bo'ldi? Qizimda nima bo'ldi? Qizimda nima bo'ldi? Aktrisa. Bu qizim shunaqa aktrisa, bilasizlarmi? Maytda endi ko'pchilik-ku hamma bilan yugurib o'ynab yuradi, bu yerda zerikmaydi. Men endi o'zim yoki yashayman. Uyimga chiqsam, o'zini kasalga sovoladi. Qilib turgisi kelmasdan, ha? Da, aktrisa bo'lib oladi deylar. Mana qilib o'zi o'layotganga solib o'zini, men qo'rqib ketib больница yugurib yuribman. Yey просто скучно deydi doktor. Aytinglar, hammasi yaxshi Sabrinada. Operatsiyadan chiqdi, уже reabilitatsiya bo'lyapti, o'tirishni o'rganyapti, уже hammasi go'zallikda Sabrinada. Hammasi bokralikda, go'zallikda va hurliqolikda. Turkiya tinch, vahima qilmanglar. Hamma yo'q go'zallikda. Mana hamma uborkalar qilyapti, go'zallikda yashayapti. Hech narsa bo'layotgani yo'q. Endi jurnalistlarning vahimasiga ishonmanglar. Hech nima bo'layotgani yo'q. Turkiya joy-joyida. Mittimi haqida gapirib o'tib ketaylik. Mittimi haqida gapirib o'tib ketaylik. Короче, men sizlarga bir narsa aytib beray. Eshitinglar vнимательно. Bitta xotin chiqyapti, umraga qancha yildirki pul to'plagan ekan, u borsa bo'lib ishlar ekan, $100 qilib to'plab deydi. Umraga pul to'plagandim, umraga ketayotgandim. Mittimi menga $100 berish kerak edi. Ketyapman deb yalinsam ham deydi, bermadi deb chiqdi. Bular shuncha reklamaga pul oladi, qulog'i garang ekan u xotinda, insult bo'lgan ekan. Bermabdi $100'ni. Men gapirib chiqib videolarni qo'ydim. O'sha zahotiyoq sraz kartasiga tashab berdim. Men ham yonimdan tashab berdim u opaga. So'ramang dedim, men beraman o'zim. Unijatsiya qilib so'rab yurmang, men tashab beraman deb men o'zim tashab berdim o'sha $100'da. Капец, я в шоке была просто. Sразу tashab berdi, men gapirib chiqishimga yo'q tashab berdi.